Siz ham shunday bo'lganmisiz? Yurakning tez urishi, birdaniga nafasning qisilishi, oyoq-qo'llarning titrashi, xuddiki dunyo hozir vayron bo'lib qoladigandek. Bu qo'rquvmi yoki stressning belgilarimi? Assalomu alaykum. Men amaliyotchi psixolog 5 yillik tajribaga ega Farxunda Alamzoda bo'laman. Bugun aynan sizlar bilan mana shu ko'pchilik insonlarni qiynab kelayotgan, lekin yechim yo'q deb o'ylagan vahima kasalligi haqida gaplashamiz. Bizni videoni oxirigacha kuzatib boring. Hozirning o'zida videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Vahima, panika, nazoratdan chiqqan qo'rquv. Aslida bunday olib qarasangiz, bu qo'rquv panika sababsiz paydo bo'ladi. Hozir rostdan ham sodir bo'layotgandek bu narsaga organizm reaksiya bildirishni boshlaydi. Psixologiyada esa bu holat panik ataka deb ataladi. Panik ataka xuddiki organizmda xavf bordek tuyuladi, lekin real hayotda hech qanaqa sababsiz bu qo'rquv paydo bo'ladi. Buni kasallik deb atash mumkin. Chunki bu insonni hayot sifatini buzishiga sabab bo'ladi. Panik atakani paydo bo'lishiga bir qancha sabablar bor. Bolalikdagi travmalar yoki o'tmishda bo'lgan qanaqadir noxush holatlar yoki aynan ko'pchilikda kuzatilayotgan o'sha Coviddan keyingi qo'rquvlar, hozir o'lib qolaman, nimadir bo'lib qolaman degan jarayonlarda haliyam insonlar yashashmoqda. Tanadorlik muammolaridan ham bo'ladi, ya'ni uyqusizlik, gormonal buzilishlar, holsizlik, bularni ortidan ham bu qo'rquvlar paydo bo'lishi mumkin. Yuqori mas'uliyat, qo'rquv, men yetarli emasman, balkim nimanidir noto'g'ri qilsam mendan voz kechsachi, mendan xafa bo'lsachi yoki uzoq muddat stressda yurish ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz faqat tashqi alomatlarni ko'ramiz, lekin panik atakani eng chuqur ildizi bu qalbda yoki o'tmishda bo'ladi. Xo'p, sabablarni tushundik. Endi bundan qutulishga yechim bormi deb so'rayapsizmi? Ha, albatta bor. Buning yechimi qiyin emas, lekin faqatgina inson tushunsa bo'ldi. Panikani inkor qilmang. Faqatgina uni borligini tan oling va u bilan yuzlaning. Tana nafasini tiniqlantiring. Ya'ni mana shu holatda chuqur nafas olib tinchlaning. Panik ataka qaysi vaziyatda kelayotganini kuzating. Kerak bo'lsa yozib ham olishingiz mumkin. Va eng oxirgi qadamlardan psixologga murojaat qilish. Agar panik atakani yenga olmayotgan bo'lsangiz, albatta psixologga murojaat qiling. Psixolog yordamida siz aynan panik atakani sabablarini aniqlaysiz va siz bilan birgalikda psixolog aynan bu holatdan qutulishingizga qadamlar ila yordam beradi. Eslab qoling, qo'rquv insondagi tabiiy hissiyot. Lekin agarda u sizni boshqarishni boshlasa, u hayotingizni izdan chiqarib yuboradi. Shuning uchun uni tushuning, qabul qiling va aynan qo'rquv bilan kurashishga qaror qiling. Chunki sizning tinchligingiz, sizning hayotingiz barcha narsadan ustundir. Buni unutmang. Agarda sizda ham mana shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa va bu holatdan qutula olmayotgan bo'lsangiz, unda quyidagi raqamlarga murojaat qiling va qabulga tezda yozdiring.